Kim aytdi indiyskiy sharq? Ведущий chaqiribdi, Indiyadan chaqirib. O'sha indiyskiy sharq dedi. Meni. Menga qara, g'arbmisan, sharqmisan? Deb o'tashaysan, menga patni sakrosan, menga o'tashamagin, menga tushundingmi? Men indiyskiy sharq emas, O'zbekistonda sharqman, g'arb. Turishini qara, ma'rif. Gapirmagin menga sharif, tushundingmi? Gaping bormi? Sakraysan, u menga turib. Patni tashaysan, men o'girdimga tashlab olsam, menga sakramas, ko'zakda turib boshqa qurilish, naskotni faoliyat qilmagin, tushundingmi? Qoshlaringga bit tush ko'r. Gaping bormi? Sakramagin, men bunday qilib tashlaysan menga. Tashamada unday qilib gaping bo'lsa gapirishamiz. Ne dedi? Sen o pataningga la'nat. Menikini yemapsan, bu dunyoga kelmapsan sen. Önce ma gelib ol, gulbalalardan. Menga tashladingmi, menga tashladingmi? Nima deding o? Jilang oyliq yurmagin, chuchuq qilasan dedingmi? Mana krossovka kiyib oldim, gaping bormi? Tashamagin menga, tushundingmi? Sakrama deb turib ketib qolsam, ne qilasiz?